Menda ham yo'g'on ichak cho'zilishi bor, qabziyati bor, nima qilsam bo'ladi, yordam bering degan yana savol kelibdi. Qarang, qabziyat bu doimo ovqatlanish, turmush tarzingizni yaxshilash va ong bilan ruhiyatingizni tinchlantirish orqali hal bo'ladigan narsa. Hozir birdan javobini aytaman. Suv ichishni yo'lga qo'yasiz, sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yasiz. Sizni tanangizda, ichingizda yallig'lantiradigan ovqatlarni kirgizmaysiz, ratsioningizdan sotolmaysiz, o'zingizda saqlamaysiz va sizda ichaklaringizni bakteriyalarni ko'paytiradigan oziqalarda bor bo'lgan bakteriyalardan har kun mana shuni hamma narsani har kun qilasiz. Mashqlar qilib borasiz, ongingizni, ruhingizni tinchlantiruvchi, stressni yo'qotuvchi mashqlar yoki shunaqa vaqtlarni hayotingizda kiritib borasiz. Ana shunda sizda umuman qabziyat bo'lmaydi va albatta kletchatkalar ham kerak. Va undan tashqari balansli ovqatlanishingiz kerak, chunki ichagingizga foydali bo'ladigan narsalar kerak bo'ladi. Bu xuddi shunday foydali yog'lar ham bo'lmasa bu turishda ichak yurishmaydi. Mana sizga javob. Qabziyatingiz yo'qoladi. Agar shu javobni sizlar va eshitgan har bitta kishi yo'lga, amalga qo'yib olganda allaqachon bizlarda qabziyat bo'lmaydi. Lekin ko'pchilik bu narsani qanday qilish kerak, qanaqa porsiyada yeyish kerak, balansli ovqatlanish nima degani, qanaqa yog'lar foydali, qanaqa kirgizish kerak. Hamma narsani kompleksda qilmasangiz, sizga effekt bo'lmaydi. O'sha uchun mana shunaqa kishilarni ahvolini yengillashtirish uchun sog'lomlashtirish dasturi va mani protokolim bo'yicha ovqatlanishni tashkil qilganman. Bu ichki tiklanish dasturi hisoblanadi va albatta ichki tiklanish dasturida mana shu narsalar bilan shug'ullanib boramiz. Yordam kerak bo'lsa marhamat.